Assalomu alaykum, hurmatli kanal muxlislari. Har doimgidek qabulimdan qaynoq lavhalarda ulashda davom etamiz. Oyijon, xush kelibsiz. Nima shikoyatlar bilan keluvdingiz? Bundan bir oy avval? Bir oy avval shu gijjasi bor edi. Holsiz, tez kasal bo'ladigan injiq dedi. Hozir alhamdulillah yaxshi. Gijjalari ham yo'q bo'ldi. O'ynab, rosa yaxshi bo'lib qolgandi. Mashalloh. Avval nimaga bolani holsiz deb aytyapsiz? Bu holsiz dedi-da, ana bu injiq, hech narsa qilgisi kelmaydigan. Yotoqchilarmidi, bo'shasharmidi? Bo'sh dedi. Hozirchi endi? Hozir semirib qolgandek nazarimizda. Mashalloh. Yugurib, hovlida ham rosa o'ynab yaxshi bo'lib qolgan. Ishtahalari qanaqa hozir? Ishtahalari ham rosa ochilib qolgan. Ishtahalar. Hop, siz ovqatlanishda nimalarga e'tibor beryapsiz? Ovqatlanishda shu videolaringizni ko'raman, to'g'ri ovqatlanishlari, fast-foodlar, yogurtlar, hech narsa bermay qo'yganman. Tabiiy. Nimalar beryapsiz hozir bunga? Nima ovqatlayapti? Hozir shu uyda sho'rvalar qilib beraman. Ko'p suyuq ovqatlarni yaxshi ko'radi. Ko'proq suyuq ovqatlar qilib beraman. Yozda kunduz imkon qadar suyuqroq ovqat berish kerak. Yengil ovqatlar yeydi. Mevalar ham yaxshimi? Hozir ovqat yaxshiyapti. Necha mahal ovqat yeyapti bir kunda taxminan? Ovqatlanish. 4-5 mahal yeydi. Juda yaxshi. Rosa go'sht yeydigan bo'lib qolgan. Mashalloh. Go'sht yemasdi oldin umuman. Go'sht yeydi. Albatta, chunki har doim aytaman, hech qachon bola o'zidan-o'zi ishtahasiz bo'lmaydi. Buni bir sababiyati bo'ladi, yoki ichida parazit, yoki gepatit, gastrit, yoki nosog'lom ovqatlanish. Siz avvalam ovqatlanishga e'tibor berganmisiz? Avvalam bola masalan to'g'ri ovqatlanarmidi, harakat qilarmidilaring? Harakat qilardi. Har doim. Ko'p ko'rganman videolaringizni, harakat qilardik. Baribir leching olmaganimiz shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Hozir leching olganimiz tinmay go'sht so'raydi. Ishtahalar ochilib, mayli osh bo'lsin, go'sht yegan bola baquvvat bo'ladi. Oyijon, siz go'sht beravering. Ishtahasi 4-5 mahal ovqatlanish norma. Xo'p, chunki bu bola bu o'syapti. Biz 2 mahal ovqatlanishimiz kerak. Uzoq 3 mahal, lekin bola 4-5 mahal ovqatlanishi norma. Ba'zi ota-onalar kechqurun ovqat bermaydi, unaqa qilmanglar, chunki bularda o'sish kechqurun bo'ladi. Shuning uchun polnotseniy yaxshi, yengil hazm bo'ladigan ovqat kechqurun so'rasa beringlar deb aytaman. Azizlar, mana jonli lavhalarimizdan sizlarga tez-tez ulashyapmiz. Sizlarda ham shunga o'xshagan muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishingiz mumkin.